Bir inson yong'oqni tagida yotib, Allohning ishi ham ja qiziqda bu. Katta mana o yong'oqqa o'xshagan daraxtlar mana unda hosil qilsa. Bir yilda ekib palaga qurib ketadigan qovoq mana unda hosil qilsa. Shunaqa daraxtlarda qovog'i o'stirib, haligi palaglik qovoq palagida yong'oq o'stirsa bo'lmasmikin deb tursa, bir mahal bir yong'oq taq etib peshonaga tushdi-yu. Ko'zidan olov chiqib ketdi, yo Robbi, o'zingning ishingni bilib qilaverma, aralashmayman degan ekan. Qovoq bo'lganda nima bo'lardi? Qovoq tushganda nima bo'lardi? Birodarlar, hammasi o'lchakda bu narsa. Nega havo o'chib qolmayapti? Gaz o'chgan, svet o'chgan, haligi suv o'chgan, nega havo o'chib qolmayapti? Tasavvur qiling, shu hamma butun dunyodagi bor tirik jonzotga yetayotgan havo 2 minut o'chib qolsin. 2 minut o'chsin. Kim qoladi? Dunyo yaralgandan beri, odam safiyulloh yaralgandan beri shu davrgacha milliard insonlar, milliard mahluqlar yashayapti. Hammaga birday yetyapti bu ne'mat. Buni manbai qayerda? Qayerda ishlab chiqaryapti? Xudoga beadad shukr qilish kerak. 5 mahal emas, 50 mahal namoz o'qisak kam. Biz noshukr, biz tuzni yeb tuzliqqa tuparadigan biz noshukr bandalar mana shu musaffo havoni shundoq og'zi burnimizni to'ldirib fuysanga, o'zingga ham, ne'matingga ham deb shu musaffo havoni sigaretni tutuni bilan atrobotga qilib yutyapmiz-da. Ayolni jannatga kirishligiga 3 ta shart. Allohning ibodatini qilsin, namozini o'qisin, ro'zasini vaqtida tutsin, erini rozi qilsin, jannatni xohlagan 8 ta eshigidan kirsin deganlar. Ibodatni zo'r qilsin, ro'zani zo'r tutsin, norozi bo'lsa bu ayolga jannat eshigi bekit. Har qanday holatda kira olmaydi, chunki 3-shart eri rozi bo'lishlik kerak. Xotin, baraka top, umringdan baraka top. Seni tarbiyalagan otangga rahmat, onangga rahmat. Senga uylanim, men shunaqa farog'atda yashadim. Rahmat senga. Hurmatimni qilding, xizmatimni qilding, lekin shunda ham ba'zi bir paytlarda qadringga yetmay baqirib qo'ydim, so'kib qo'ydim, mendan rozi bo'l, men sendan roziman xotin, Xudo rozi bo'lsin degan gapni oladi. Jannatni 8 ta eshigidan tanlab, qarang, turmushga chiqayotgan qizlarimiz qo'lida lak. Xohlagan masalalarni, usullarni ko'ring, lak suv o'tkazmaydigan xususiyatga egadir. Qo'ldami, oyoqdami, qiz bolada, kelin bolada lak bo'lsa, g'usulda vannaga bo'ktirib, cho'ktirib qo'ysangiz ham tana toza bo'lmaydi, janobatdan pok bo'lmaydi, birodarlar. Mana shuni qizlarimizga tushuntiraylik buni, nopokligini, janobatdan, g'usuldan poklanmasligini etaylik, birodarlar. Buni oldini olaylik. Bizlarchi namoz o'qiganimizga 4 yil 5 yil bo'ldimi? Masjidga qatnaganimizga 4 yil 5 yil bo'ldimi? Domlalarni kovlashdan hayotimiz. Ana u, mana bu, ana u qilib qo'yibdi, mana bu qilib qo'yibdi. Hatto shundoq fitnalar bo'lyaptiki, ehson yashigiga bir qanaqadir belgi qo'yib $100 tashab, o'sha ehson yashigi ochilgan kuni kelib tekshirayotganlar bor hozir. Ertaga qo'lingga qaragin deyapti Xudoy taolo. Bu bir domlani qo'lga tushirishlik uchun, noibi imomi yoki masjid mutolaasini qo'lga tushirishlik uchun tuzoq sifatida berilgan bu $100 unga nima foyda beradimi? Zino qildingmi, zino qilinasan. Sen birovnikini qildingmi, senikini birovlar qiladi. Ovora bo'lma bu, shundoq yopilib ketmaydi. Zino qarzga o'xshaydi deganlar. Agar shu ishni qilib qo'ygan bo'lsang, bugun tavba qil, dod deb yig'la. Qizlarimdan qaytarma, xotinimdan qaytarma, kelinlarimdan qaytarma deb bugun tavba qil. Ovora bu qaytadi. Bitta kalosh desam bosh oyoq sarpa qilib keldingmi bolamsa? Voy dada, shu yilgacha, shu kungacha meni kiydirdiz-u, yalang'och tashlab qo'ymadiz-u, yalang'oyoq tashlab qo'ymadiz-u dada.
Sizni topganingizni kiydim. Endi kiydirish meni navbatim emasmi? Dada, bitta kalosh desasiz, kalosh ko'tarib kelaveradigan beparosatga o'xshaymanmi men? Siz men so'ramaganimda ham qavat-qavat olib keldingiz-ku, dada, deb olib kelib oyog'ini tagiga tashar ekan. Onasi, bolam 1 kilo shaftoli bo'lsa, bironta shaftoli bo'lsa, yo'ling tushsa bozorga ovalarsansa, menga o'xshagan befarosat, befahm farzand salafanda shaftolini suvini oqizib olib kelaverar ekan, mana shaftoli. Aqlli farzand birodarlar, shaftoli yoniga nok qo'shib olar ekan. Mana bu mandarinlardan olar ekan, olma olar ekan, yana haligi uzum olar ekan, qulpinay olar ekan. Farosatli farzand. Voy bolam, bitta ikkita shaftoli deganimga shuncha xarajat qildingmi desa, ha onam sizni kontaktda bormi dadanglar? Kiritganmisizlar kontaktga? Kim deb yozgansizlar nomlarini? Dadam deganmisizlar? Onaylar yozganmisizlar? Yozgansizlar? Dadam degan bormi? Onam degan bormi? Hozir telefon qilsangiz o'sha kontaktga ko'taradi. O'sha kontaktdan telefon bo'lsa ko'tarasiz. Chunki bor. Bir kun boshimizga shundoq kun keladi, o'sha kontaktni umrimizni oxirgi nafasigacha kutamiz. Dadam degan kontaktdan telefon bo'lmaydi, onam degan kontaktdan telefon kelmaydi. Ertayu kech qayta qiling, agar o'sha kontaktga telefoningiz tushsa. Nima bu? Birovni 18 yil, 20 yil, 22 yil ko'z qorachig'iday asrab, avaylab, ehtiyot qilib katta qilgan qizi Xitoyni zubachiskasimi bir marta ishlatib tashlar yo uxachiskasimi tashlab yuboradigan. Kasofat o'ylamaysanmi buni? Bu omonat-ku bu senga. Nima bugun bittasini haydasang, erta bittasini olib beraveradimi? Bittasi chegaveradimi senga? Bugun mana shu mahallada, mana shu yaqin atroflarda, shu shaharda vinovodka do'koni bo'lsa, kirib ko'ringchi, o'ris savdo qilyapti. Qaysi do'konda o'ris savdo qilyapti? Balki oramizda bordir shuni sotayotgan, olib kelayotgan, musulmonlarga sotayotgan, balki oramizda o'tirgandir hozir. Kirib, musulmonmisan deng? Musulmonman deydi. Qanaqa musulmonsan sen? Xudo harom qilgan narsani, Qur'onda ochiq harom qilgan narsani sen sotib savdo qilyapsan. Qanaqa musulmonsan? Oldinda o'tib ketyapman, orqamda dunyo podsholari kelyapti, yig'layapman. Birtasi kelib, "Qora aka, nimaga yig'laysiz? Axir orqangizda dunyo podsholari kelyapti. Yig'lamang, nimaga yig'laysiz sen?" Bir paytlar otam, "Bolam, men sendan roziman. Dunyo podsholari orqangdan yursin" deb duo qilsalar, "Dadam, jinnida endi aqllari yo'q, aytib qo'ydilar-da" deb yuribman. Dadamlarning o'sha duolari ijobat bo'lgan ekan, mana podsholarning oldida yuribman degan ekanlar. U sizni bizlar birovni jinni deyishimiz mumkin ekan, lekin ota duo qilsa, ona duo qilsa farzandni, bu jinniku demas ekan, duosini qabul qilaverar ekan Parvardigor. Ey, ro'za tutmadingizmi sen? Tog'day keladigan yigitda, gavdasi Ruslan Chagayevday. Nimaga tutmasam? Taqsir, meni uzurim bor. Uzur xotinda bo'ladi, erkakda uzur bo'lmaydi. Uyalmaydi. Ko'chalarda bemalol chekib, salqin ichimliklari ichib, jum bosgan, sonni ochib olgan, shorti kiyib olgan behayo uyatsiz. Yana soqoli ham bor. Uyal Xudodan, uyal, mayli bandalari bir tiyin olmassan. Sen Xudodan uyal, sen kimsan? Allohning kalomidan tilovat qilib duo qilamiz inshaalloh. U Rossiyada hozir sog'liq joylarida ishlayapti. Halol mehnat qilaman deb pul topaman. Nima majbur qildi ularni? Mana shu oilaga bo'lgan muhabbat majbur qiladi. Bo'lmasa bu muhabbat bo'lmasa hech kim hech narsa qilmaydi. Qo'limizni sog'-sog'ga urmaymiz. Ana shu muhabbat borligi uchun bizlar ki borimda, tirikligimda bolalarim kam bo'lmasin, palonli bo'lib qolsin, to'kunli bo'lib qolsin, uylantirib qo'yay, xotinli bo'lib qolsin, uyli joyli bo'lib qolsin, o'zimizni o'tga o'zimizni cho'q qo'ryapmiz. Shu muhabbat tufayli. Xotin chiqyapti televizorda. Aroq ichishi zarari ko'p deydi. Xalqimiz orasida deydi, vino ichish madaniyatini shakllantirishimiz kerak deydi alkash. Voy, nima sen 36 million aholini sen alkash qilmoqchimisan vinoxo'r qilib? Yo ering voy vino zavodi bormi eringni? Yo akangning vino zavodi bormi? Sen nimani sen nikoh madaniyatini o'rgatsan. Bir joyga borsam, nima haqida suhbat qilib beray desam, to'y egasi salaligi ko'chaga aralashganroq odam ekan. Qora aka konkret suhbat qilib bering deydi. Men aytdim, konkret bo'lsa o'lim haqida qilaman dedi.
yeri bilan bemalol erkaklarcha urushayotganlari bor. Oilalarda ko'ryapmiz. Eri ursa, erini urayotganlari bor. Eri bir narsa olsa, eriga narsa otayotganlari bor. Axir baraka topkurlar, o bir davrlarda ham bu bizning millatimizda onalarimiz bo'lgan edi. O'shalar ham kaltak yegan edi. Kaltak yeganda ham ketmon chopgan, mana bundaqa kuvalda qo'ldan yegan edi-da. Ko'zlar mamataloq bo'lib ketgan edi. Qizim ko'zingga nima qildi desa, eshikka urib oldim der edi. Ana qo'ling singur urdi demas edi. Hozir o'shani aytayapti-da. Mana bu qo'ling singur meni urdi deyapti. Erini aytayapti. Qalbing parcha-parcha bo'lib ketsa ham deydilar. Qarang, qalbing parcha-parcha bo'lib ketsa ham, lekin qalbni parchalaguvchi bo'lmagin degan. Mazlum bo'l, illo zolim bo'lmagin degan. Chunki hisob kitob o'ta og'ir deydilar. Mayli bizlar ustimizdan kulsin, mayli bizni masxara qilsin. Alloh masxara qilmasa bo'ldi. Alloh ustimizdan kulmasa bo'ldi. Qolgani ustimizdan siyvermaydimi? Ustimizdan musir ag'darvermaydimi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotganlarda tuyani ichak-chavoq qornini olib kelib bostirib, ustimizdan shunaqa tashib, xursand bo'lish kerak. Yo Alloh, senga hamd sanolar bo'lsin. Rasulingga bergan sinov meni boshimga keldi. Rasulingni boshiga ichak-chavoq tashodi. Menga ham shu hayotimda shu rasulingga bo'lgan narsa bo'ldi. Xursand bo'lmaysizmi? Qaytaga o'sha musur tashaganni peshonasidan o'parish kerak-ku. Mana shu maqomga yetkizding deb. Ayollar eshitib qolsin bu masalalar, eshitib olsin ayollar. Bu robot emas. Bu temirdan yaralmagan. Bir umr xotinni kiyintirib o'tishlik uchun yaratilgan maxluq emas bu. Boqqanda ham bo'ktirib o'lguncha boqadigan robot emas bu. Buni ham hayotda o'rni bor. O'zini vazifasida ro'yxat qilib tashyapti. Bunga chidaganlar chidab yuribdi, chidolmaganlar allaqachon Rossiyaga ketib olgan ular. Qutulganimga shukurda maza qilib yuribdi o'sha yerda. Oilani tashab qo'yib. Bitta gap kelib qoldi. Shayx hazratlarini bilasizlar, Alloh rahmat qilsin. Bir yig'sonda o'tirganlarida birov endi yo ataylab hazil mazah ma'nosida yoki hazratni izza qilmoqchi bo'lgandirlar, yoki haqiqatdan ham bir boshqalarga ibrat bo'lsin deb savol qilib bilmaymiz, ichida nima borligini savol qilgan ekanlar. Hazrat degan ekanlar. Labbay desalar, Allohning telefoni bormi debdilar. Savolni qarang. Allohning telefoni bormi? Telefoni bo'lsa raqamini nechi bilasizmi debdi. Hazrat-ku. Dunyo tanib qo'yibdi-yu, u kishini tan berib qo'yibdi-yu. Ha, telefoni bor debdi. Nomerini bilasiz? Bilaman debdi. Yozib oling debdi. 2 2 4 4 2 4 3 2 4 2 3 degan ekan. Bu qanaqa raqam bo'ldi debdi. 2 rakat. Mana islomdan uzoqda yurgan insonlar 70-80 ga chiqib ham ichib yuribdi. 60-70 ga chiqib ham zino qilib yuribdi fohishalar bilan. Umrini narda bilan o'ynay, haligi o'tqizyapti, shaxmat shashka bilan o'tqizyapti, bekorchilik bilan o'tqizyapti. Islomdan yiroqdi. Chunki sen mag'lubsan. Kimga? Allohning, payg'ambarning, mu'minning dushmani bo'lgan shaytonga mag'lubsan. Sen nafsingga mag'lubsan. Lekin islom hech qachon mag'lub bo'lmaydi deydi. 85 ga chiqqan otaxon yig'layapti. Haqiqatda shu masalani gapirsam, haqiqatda suhbatdan keyin yig'layapti. Nimaga yig'layapsiz otaxonsam? Yaqinda avoralik bo'ldim. Mana shuni menga maslahat so'radi, ism qo'yib bering deb, Abdulloh deb qo'yinglar deb Abdulloh qo'ysam, haligi kelinim bu eskicha ot, bunaqa ism qo'ymaymiz, hozir bunaqa ismlari davri o'tib ketgan deb bir mazza bemaza bir betayin bet shoh ruhmi, shohbozmi degan bir ism qo'yibdi-da. Voy beparosat, aqling yetmaydi. Hali bir bunaqa narsaga aqling yetmaydi. Hali seni zimmangda mas'uliyat yo'q. Bu farzandingning haqqi seni zimmangda turganligini sen bilmaysan. Nima qilasan kattalar ishiga aralashib?